Iroda opa sochim to'kilib boshlayapti. Vitaminlashdim, shampunlar bilan yuvdim, lekin qolmayapti. Endi nima qilsam bo'ladi? Soch to'kilishini to'xtatish uchun bizda bittagina muolaja bor. Mezoterapiya muolajasi. Bir marta olasiz, bittada effektini ko'rasiz. Mezoterapiya nima uchun qilinadi? Mezoterapiya primoy soch ildiziga ta'sir qiladi, soch qalinlashtiradi, to'kilishini to'xtatadi va to'kilayotgan sochlar o'rnidan yangi sochlar qaytib o'sib chiqadi. Mezoterapiya muolajasini biz bilishdan oldin biz tekshirib olamiz, qay darajada ta'sir qilishini aniqlash uchun. Agarda hech qanaqa ta'siri bo'lmasa, bu patsientga qilmaymiz. Apparatimiz bor, birinchi navbatda tekshiramiz, so'ng bu muolajani boshlaymiz. Bitta muolajani o'zida soch to'kilishi to'xtaydi, soch o'sishi 4-5 ta muolajadan keyin sekin namoyon bo'ladi. Bu muolaja olganingizdan keyin bu degani butun umrga sochim o'sib ketadi yoki qalinlashib ketadi degani emas. Bizning organizmimizda kechayotgan, ya'ni vitaminlar yetishmovchiligi, A vitaminoz yoki gormonal o'zgarishlar, kortizol oshishi, uyqusizlik hammasi bir-biriga bog'liq. Bu patsientimizda ham tekshirtirganimizda organizmda kalsiy, D vitaminlari kam chiqqan va ferritin miqdori juda ham past chiqqan. Hozirda biz muolajani boshlaganmiz va undan tashqari ichishga tabletkalar buyurganmiz. Sizda ham soch to'kilish muammosi kuzatilayotgan bo'lsa, albatta qabulga yoziling.